Turkiyadagi vatandoshlar bir oyda qancha rasxod qilishini bilarmidinglar? Sizga qiziq bo'lsa, videoga like bosib qo'ying, qani ketdik. Bir oyda qancha rasxod qilasiz? Oylik rasxodimni hisoblamaganman. Kunda 1000 TL, 500 TL mana shunaqa. Bir oyda primyerda qancha rasxod qilasiz? 200-300 dollar bo'lsa kerak. Bir oyda qancha rasxod qilasiz? 250-300 dollar atrofida. Bir oyda qancha rasxod qilasiz agar sir bo'lmasa? 8 dollar, 1200 atrofida. Hop, bir oyda qancha rasxod qilasiz sir bo'lmasa agar? Rasxotim 300-400 dollar rasxod qilaman. Bir oyda qancha rasxod qilasiz dollarda? Bir oyda har xil endi. Birda 1000 dollar, birda 500 dollar. Birdan 1600 kontraydi. Kontragim ham bor. Bir oyda qancha rasxod qilasiz sir bo'lmasa agar? 200 dollarcha rasxod qilamiz. Bir oyda qancha rasxod qilasiz? Bir oyda aşağı yuqori 25 ming 30 ming bor. Rasxodingiz. Rasxod. Dollarlar qancha o'zbeklar uchun? Dollarga 600-650 dollar. Oilaviy yashaysizmi? Yo'q, bir bir o'zim. Bir oyda qancha rasxod qilasiz? Men bir oyda 150 dollar rasxod qilaman. Bir bo'lmasa bir oyda qancha rasxod qilasiz? Qancha ko'p pul topsa, shuncha rasxod ko'p bo'ladi, abi. Qancha kirimiga qarash yarasha. Qancha kirim bo'lsa, shuncha chiqim ham bo'ladi. Bir oyda qancha rasxod qilasiz? O'tgan oy rasxodini ko'rdim. Как раз 1-2 kun oldin ko'rdim. Ровно 5000 dollar bo'libdi. 5000 5000 dollar. dollar. 5000 dollar rasxod qiladiganlar ham kommentariyaga belgilab ketinglar.